Qizlar, mana zakvaskani boqib qo'ydim va sizlarga ozgina bo'lsa ham zakvaska haqida ma'lumot bermoqchiman. Zakvaskada, ya'ni mana shu jarayonda молочный kislot bakteriyalar ko'payadi va bizlarga bular juda muhim, kerak bular. Chunki bizning noto'g'ri ovqatlanishimiz oqibatida bizning oshqozon ichak faoliyatimizga, mikrofloramizda buzilish bo'ladi va buzilish bo'lgandan keyin foydali bakteriyalar kamayib ketadi. Aynan xamir turishdan, tayyorlagan mahsulotlardan, nonlarda, pechenyelarda va krekerlarda shunaqa foydali bakteriyalar oshqozon ichak mikroflorasi uchun juda kerak. Ular o'sha yaxshi bakteriyalarimizni o'stirib berishga, ularni rivojlanishiga yordam beradi. Nima uchun xamir turishli non foydali ekanligini bilib oling, chunki farzandlaringizga ham juda muhim. Qizlar, qaranglar, mana zakvaskamiz почти 3-4 baravarga oshib oldi. Mana pikka chiqdi. Endi bunda bemalol non qilsanglar bo'ladi. Nonmi, pizzami, bulchkami, nima qilsanglar bo'ladi, pirojka qilsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa tarzda, mana ichini ham ko'rasizlarmi? Ichida g'uveylari o'sha tashqariga chiqqandan keyin bemalol tayyorlashinglar mumkin. Mana shunaqa, mana shu kuchli zakvaskaligini shundan bilsanglar bo'ladi. 2-3 soatga qolmay mana shunaqa ko'tariladi. Kuchli emas, bundan ko'tarilmaydi. Mana qaranglar, qanaqa hayot qaynayapti. Voy, men buni qanaqa erkalatardim yetiltirgunimgacha, bilsanglar. Oho, qilmagan ishlarim qolmagan. Va buni hozir bir choy qoshiqchasini mana shuncha qoshiqda olib turib, anaqa aralashtirib, un bilan suv bilan aralashtirib qo'ysanglar, bu yana sizga yana ko'payib boraveradi.